Assalomu alaykum hurmatli foydalanuvchilar, aziz o'quvchilar, ota-onalar. 3-sinf matematika 105-mavzu koordinata burchagi mavzusidan uyga vazifalarni ko'ramiz. 7-masala hamda 8-masala. 7-masala. Masalani tenglama yordamida yeching. Xaritada X ta shahar va 48 ta qishloq, jami 60 ta aholi punkti belgilangan. Xaritada nechta shahar belgilangan? Bundan oddiy tenglama tuzib olishimiz mumkin. X qo'shuv 48 teng 60. Mana x qo'shuv 48 teng 60 bu oddiy tenglama, sodda tenglama. Yechilishi x teng 60 ayru 48, x teng 12. Tekshiramiz. X ni o'rniga 12 ni qo'yamiz. 12 qo'shuv 48 teng 60. 60 teng 60 ga javob. Xaritada 12 ta shahar tasvirlangan, belgilangan. 8-masala. Bu chizmani daftaringizga ko'chirib chizing. A, B, C, D to'g'ri to'rtburchak uchlari koordinatalarini toping. To'g'ri to'rtburchakning ichida istalgan M va K nuqtani belgilab, ularning koordinatalarini toping. A, B, C, D to'g'ri to'rtburchakning yuzini toping. Mana bu yerda 8-masalada birinchi tushuntirish uchun ikkita katta tashlab, ya'ni ko'rinishi yaxshi bo'lishi uchun ikkita katta tashlab chizib oldim. Aslida bitta katta tashlab mana bunday qilib chizilgan kitobda. Mana tushuntirish uchun chizdim buni. Mana bu X o'qi, bunisi Y o'qi. X o'qidan 1,4 nuqtada A nuqta joylashgan. 1,4 koordinata burchagida A nuqta joylashgan. Mana A nuqta 1,4. B nuqtamiz. Mana B nuqta 6,4 nuqtada joylashgan. C nuqtamiz 6,1 nuqtada joylashgan. D nuqtamiz 1,1 nuqtada joylashgan. Endi istalgan M va K nuqtalarini belgilang deyapti. Istalgan degani uchun, misol uchun, xohlagan nuqtangiz masalan 2,3 bo'lishi mumkin. Mana shunga M nuqta. Yana 4,2 bo'lishi mumkin. Tutashtirib K nuqta qilib belgilab qo'yishimiz mumkin. Endi kitobda bitta kattadan berilgan ekan, agar kitobdagini yuzini ham top deyilyapti. Yuzini topish uchun buni o'lchaganimizda bir tomoni 1,5, bir tomoni 2,5 chiqdi. Yuzini topish uchun buni millimetrga aylantirib olamiz. 1,5 millimetrimiz 1,5 santimetrimiz 15 millimetrga teng. 15 millimetr. 2,5 santimetrimiz 25 millimetrga teng. 15 ni 25 ga ko'paytirib qo'yamiz. 375 millimetr kvadrat bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Tushunarli bo'lgan bo'lsa, videoga like bosib, obuna bo'lishni unutmang.